Assalomu alaykum hammaga bolalar, sizlar bilan Enzo. Bolalar, bugungi videomda juda ham qayg'uli narsa. Xullas, mani 1 yil oldin ochgan 130 ta obunachi bo'lgan Telegram kanalim Enzo channel o'chib ketdi. Xo'p, bolalar, uning ichida shuncha qancha fayllar, qancha narsalar, reaksiyalar, qancha prosmotrlar bor edi. Xatolik sabab o'chib ketdi. Xo'p, bolalar, men yana boshqatdan kanal ochdim. Uni ham nomi shunaqa, Enzo channel. Faqat bolalar, sizlar yana o'shanday qilib podpishka qilib berishlaring kerak bo'ladi. Men hamma narsani yana o'shanday holiga qilib qaytarishga harakat qilaman. 1 yil oldingi bo'lmasa ham hamma fayllar, Minecraftga tashlagan hamma fayllarim, hamma narsalarni men o'zim anavi qilaman, tashlayman yana o'sha kanalga. Faqat YouTube'ga video qilib chiqishim sababi, men hozir boshqachasiga yana Telegramga obunachi yig'a olmayman. Shuning uchun YouTube kanalimga olib chiqyapman bolalar. Xo'p, bolalar, silkasi mana ko'rsatdim, Enzo channel, va men buni описаниyaga ham qo'yib qo'yaman, kommentariyaga ham qo'yib qo'yaman va mod kanalim ham bor. U 2024-yildan 2025-yilning yanvar oyigacha 1 yil yurg'izilgan. Xullas, unda ham juda zo'r modlar bor. Xo'p, bolalar, maza qilib foydalanishingiz mumkin, lekin bolalar, o'zim ham bejavr bunaqa bo'ldi. Xo'p, mayli bolalar, mana shu kanalni qo'yib qo'yaman pastga, shunga obuna bo'lib qo'yishlaring mumkin bemalol. Minecraft Pocket Edition videoyimni juda ko'p odam ko'rib shundan obunachi kelgan edi va ularga ham, o'sha obunachilarga ham men kommentariyaga yozib qo'yaman, o'sha videoni silkasini qo'yib qo'yaman. O'sha videodan ko'rishlaring mumkin. Xullas, kanalimning silkasi kanal описаниесida va kommentariyasida bo'ladi. Bolalar, yana sizlardan xuddi o'shanaqa podpishka kutib qolaman. Xayr, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.